Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana biz Belgiyaning Bryussel shahrida tinch norozilik namoyishlarini boshladik. Biz Yevropada yashayotgan siyosiy faollar bir nechtamiz jamlanib bir tashkilot Meros milliy markazini tuzishga erishdik. Bu yerdan ro'yxatdan o'tishga hozir hamma hujjatlarimiz tayyor, ro'yxatga olishga shu kunlarda ro'yxatga olinadi. Lekin biz Meros deb nomladik markazimizni. Meros markazida Merosning birinchi asosiy maqsadi Alloma Abduvali Andijoniyning 1995-yili O'zbekiston kuchlar tizimi, o'sha diktatura tizimini yaratgan Karimov inoyatlar tomonidan o'g'irlab ketilgani, hanuz mana 30 yil bo'lyaptiki, xabar berilmagani murojaat qilib, murojaatnomalar yozdik. Murojaatnomalarimizda bularni hammasini o'sha Yevropa davlatlaridagi inson huquqlari idoralariga, Yevropa ittifoqi davlatlariga, Yevropadagi va boshqa dunyoning demokratik davlatlarining rahbarlariga, Birlashgan Millatlar Tashkilotiga murojaatlar qildik. Murojaatlarimizni 9 tilga tarjima qilib yubordik. Lekin hammasidan iliq javoblar oldik. O'zbekiston hukumatidan javob ola olmadik. O'zbekiston hukumati biz Mirziyoyevga nima deb murojaat qildik? Iqtidorda o'tirgan Mirziyoyev mana Alloma Andijoniy Abduvali qorining yo'qolganiga, o'g'irlab ketilganiga 30 yil bo'ldi. Bir u paytda siz yo'q edingiz, u paytda bir qayerdadir bir komsorgmidingiz yoki institutda ishlardingiz. Bu jinoyatlarda sizni hech qanaqangi bir ayblashga haqqimiz yo'q. Keling, shuni biz jamoatchilikka, bizni o'sha hozirgi hanuz o'sha O'zbekistondagi boshqa davlatlardagi ilmiy, o'sha diniy ilm ahllariga bo'layotgan tazyiqlarning sababchilari kimlar? Bularni bir o'rganaylik, bularni bir nima qilaylik. Mana 30 yil bo'ldi Abduvali qori akani o'g'irlab ketganiga. Abduvali qori bilan birgalikda Ramazon Makkarimov bo'lgan, uni savdoshlari bo'lgan. Undan keyin ularning savdoshlarini ham juda bir qattiq tazyiqlarga olib qamab yo'q qilindi. Shu narsalarda janob Mirziyoyev hech qanaqangi sizning aybingiz yo'q. Shu narsalarni ochiqlaylik.